Boşuna boşlanmayla ketip kaldım neyim bu? Şimdi. Assalomu alaykum. Kompyuterim yana ketip kaldı da. Assalomu alaykum. Gülay Maqsud kanalına hoş geldinglar. It's been 2 weeks already. İki haftadak bo'ldi texi chiqmadim qo'yma. O'zimniki YouTube kanalim bugun boshlanmasdim. Ketib keladi. Ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, menga bir inkas yozib qo'yib yaqinlar chiqatamdi, chiqmaytamdi, ananiki men boshlab beray. 1 minut 48-49 uhuy. Kompyuterni almashtirmasam bo'lmadi. Men boshlab berayamsa. Hech qaysimizdan inkas kelmaydi-ku. Yana bir qatam assalomu alaykum, ko'pchilik xush keldinglar. 21 qatimliq naq maydon taqtishimni boshladim. O'zinglar ko'rganinglardek, bu qatimki naq maydonningki asosliq temasi bir yosh Uyg'ur yigitninki vaqtsiz aramizdan ketgan bir Uyg'ur yigitninki hayotini qoldirib ketgan so'zlarini, ya'ni guvohlik so'zlarini, vatanning ichida turib aytgan so'zlarini sizlarni tanganda harlamoqchi. Necha kunninki oldida men u bolaninki o'lib ketib qolganini bilgandan keyin shundoq bir ko'nglim yerim bo'ldi-da. Anandan keyin shu yerlik soqchilarninki telefon nomerlaridan tortib degandek o'zimizniki media xabar kanallariga yetkazdim. Shundoq bo'lsa-mu o'lganlik xabarini yana bir qadam ilg'ay confirm qilamdiq-da. Shundoq qilib oxiri o'zimdan o'tirib chiqib shu bir surishtirib boqay deb shu barliq usullarni qo'llanib surishtirib bo'lganligi rost haqiqatan o'lib ketganligini anglab shundoq ko'nglim yerim bo'lib shu confirm qilgan kunninki o'zdilam Twitterga chiqib shu bo'lgan ishlarni hammasini qaytadan yozdim. Twitterda ko'rgan xabarlarniki hammasi yozganlarimniki hammasi faqat va faqat o'zimga bor bo'lgan materiallarniki. Ondan bir qismi deyimday bugungi ovozliq o'zniki marhum Ibrohimjonninki ovozlaridan shu vatanda yuz bergan ishlar to'g'riliq, tutilib ketgan urug' tuqqanlari to'g'riliq, ishkirida o'zi shu peshdan o'tkazgan shu nohaqchiliklar, shu milliy kamsitishlar, shu ovorchiliklar qatorliq to'g'risida aytgan mening bilan so'zlashgan paran xotirlarini bir o'zimizningki hozirgi davrdagi cho'ng bir qirg'inchilikniki bir paketi sifatida o'tirg'a chiqaray deb bu videomni ishlayapman, nahmaydan taqib so'zlayapman. Nima deganda biz never again degan hozir yuz berayotdi. Uyg'ur millatininki qirg'inchilik bu fojiamiz hozir bizniki beshimiz yuz berayotgan vaqtda biz shu ko'plagan shu materiallarni to'plab isbotlarni qoldirib shundoq guvohliklarni texnik ko'plab pok sifatida tarixninki bir guvohlari sifatida bir shu qoldirib qo'yganimiz yaxshi. Endi bu bola aramizdan ketdi, lekin hayoti shu qisqagan hayotida hech kim qilmagan ishlarni qilib ketdi deb esahim bo'ladi. Bu videomni ishlashdagi yana bir maqsad shundoq sizlarga aytmoqchi, vatanimizning ichida turib sirtqi dunyodagi bizlarni ko'rayotgan qarindoshlarimiz bor. Nurg'ulg'an bizning har bir yig'iz gaplarimiz va shu ammani ko'rib turayotgan qarindoshlarimiz haqiqatan bor. U mumkin emas, bu mumkin emas, unda qilolmaydi, bunda qilolmaydi degan gaplarni tashlab qo'yib, o'tirg'a chiqqan shundoq uchurlarimizni shu vatanninki ovozlarini haqiqatan shundoq ekan deb sizlarga bir ishinib shu chiqqan uchurlarni kang xalqimizga butun dunyoga anglitishda o'zimizniki bir kishilik hissini qo'shsak ekan demoqchi. Ibrohim Qosim aytjadiki,
vatanning ichida turib yushurun holatda bizga uchur yetkazgan qarindoshlarimizniki biri. Meniki oldingi qitimliq temam Mirodil to'g'riliq edi. Mirodil Hasan to'g'riliq videomni ishlab bo'liblam atslam. Onunki tutqun qilinganligi xabar keldi. Yana bir kun ikki o'ta o'tmaylam bizniki media xabar kanallarimiz orqali shu vatanninki shu Mirodil Hasanninki turishliq shu yurtidan kishilar bilan ko'rishib, hukumat xodimlari tarafidan onunki shu tutilib ketilganligi haqidagi xabarlar dalillandi. Mirodil Hasan o'tirg'a shundoq yurakli holda ochiq oshkorda oldi amni deb anankin tutilib ketdi. Endi ma bugun so'zlamoqchi bo'lganlarimninki o'zi aramizdan vaqtsiz ketib qolgan, yushirin faoliyat qilib, yushirin faoliyatimiz ham mush qilib shu vatanning ichidagi bo'layotgan ishlarni bizga yetkazayotgan bir qarindoshlarimizniki birisi. U aramizdan ketib qolgandan keyin u hayot vaqtida sirtqi dunyo bilan aloqalashgan birdan bir odammanmikin deyman, ayni chog'da o'zim shundoq degandi. Shuningga men uchun tursam bo'lmaydi, uningki ayni chog'dagi shu ovozlarini dunyoga tarqatish hozirgidek mushundaq YouTube kanaldan iborat bir shu social medianiki bir platformadan orqali bir dokument sifatida qoldirib qo'yish meniki burchim deb o'yladim. Ayni chog'da Yahudiylarninki qirg'inchiligi yuz bergan chog'da shundoq kishilar hatto o'zininki qonidan iliq qog'ozlarga yozib peshin o'tgan ishlarni yerning ostiga ko'mib qo'yib, shundoq bizga hozirgacha kelgan shundoq tarixiy faktlarning suhbat nimalari qatorida shundoq bizga yetib kelgan. Meningki hayotimda eng chong ta'sir qilgan muzeyxonlarniki biri Washington DC'dagi Holocaust bir museum bor, Holocaust museum deb maxsus shu Yahudiy qirg'inchiligi yuz bergan ayni chog'dagi amaliy materiallar, uning ichidagilarni ko'rib men shundoq hech qachon bir museumga borgan chog'da men yig'lab ketmagan. Shu chog'da shu yerdagi bu ko'rganlarimning hammasi u kinolar emas, amaliy turmushda yuz bergan ayni chog'dagi shu Yahudiy qirg'inchiligidagi kishilarniki qanday o'ldirilganligi, shu bütün tarixiy isbotlarniki hammasi ustida shu Washington DC'dagi Holocaust museumning ichiga kirib men bak nim bo'lib qolganda u 2-3 yilning oldidagi ishdi. Shundoq bo'lsa menga hozirgacha shundoq bak ta'sir qilgan. Endi hozir biz shu ayni chog'dagi Yahudiylarniki qirg'inchiliginiki beshiga kelgan kunlar bizning xalqimizniki beshiga kelyotidi. Ayni chog'dagi shular qoldirib ketganga o'xshash bir qism shu tarixiy kitoblar bilan kundalik xotirlar bilan degandek shundoq dokumentlarni qoldirib qo'yishimiz kerak. Ayni chog'dagi shu Yahudiy qirg'inchiligidan saqlanib qolgan bir qism bovoy momaylar o'zininki ayni chog'dagi yuz bergan o'ziniki ko'rganlarini shu museumninki ichiga kirsanglar bir ayrim bir hol bor, uzun aynaklik bir koridor. Shu koridorning ichida o'tirib nim qilsam shu maxsus ovozliq testimoniy, xuddi bizniki hozirgi Uyg'ur qirg'inchiligiga o'xshash ovozliq testimoniyalar bor-ku. Shunga o'xshash shu museumning ichida shu bovoy momaylarniki ayni chog'da qirg'inchilik yuz bergan ishlarini so'zlagan shundoq bir koridor bor, ovozliq uchurlarni anglay oladigan. Shularni ko'rib sayohat qilib jarayonda shundoq nurg'un narsalar, xiyollar degandek endi bu o'zimizniki hozirgi davrimizdagi bu qirg'inchiliklarga bog'lab nim qilsakmi, bu Ibrohimjon Qosimninki 20 yoshga to'shmay turiblam bu dunyodan ketishi hamda uningki hayot vaqtida menga yetkazgan shu materiallari qatorlarni shu hozir shu bir dokument sifatida bu videoni ishlab balkim keyingi yillarda yana shu ayni chog'dagi Jewish Holocaust, shu Yahudiy qirg'inchiligini xotirlagan shundoq shu dokumentlarniki sifatida meniki videolarimni bizniki Uyg'ur tarixida yuz bergan videolarniki yuz bergan ishlarni shu dokument qilib ishlaydigan kishilarimiz, ya'ni keyin tarixni yozgan kishilarimizninki shu tarixiy faktlar sifatida ishlanib qolar degan bu bir maqsad. Yana bir maqsad meniki shu ko'pchilikning muhojirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarni bir-birimizga ishonish, vatandan chiqqan uchurlar bo'lsa taqtishimiz, haqiqatan bor shunday kishilarimiz shu tor mediasida shu
yılqıp bizniki faoliyatçılarımız bilan aloqalashadigan, vatanning ichida turib aloqalashadigan shunday qarindoshlarimiz bor. Masalan, misol qilib aytsaqlar, shu Murodilniki ishidimi qanaqa qilib tutilganligi degandek xabarlar hammasi Abduvali Ayub efendi kelgan bizniki u muallimimizniki qiladigan ishlari hech qaysimiz qilib olmaydigan ishlar. Uningki bütün şu media muxbirlarga yetkazgan xabarlari, Uyg'urlar uchun qilayotgan ishlari, har qancha o'z millatimizning ichidan chiqqan shunday qilib til ahanada haqoratlarga qarshi shu to'xtamay shunday tirishchilik ko'rsatishlari degandek vatanning ichidan chiqqan kishilarimizmi yana shunday shu muallimlarimizni, yozuvchilarimizni, faoliyatchilarimizni izlaydi. Bu İbrahimcan bilan meniki aloqam qanday bo'ldi desanglar, shu men YouTube kanalida video ishlayotgan bo'lgandan keyin eng dastlabda shu meniki YouTube'dagi videolarimga inkas yozish orqali tanishgan. Men vatanda o'zim Qashqardan degan birinchi inkosi bilan tanishdim-da, shuning bilan har bir qatim deydigan gapini deb bo'lib, meningdan shu yozgan inkosini o'chirib yetishni talab qiladi. Ben şuna şu o balniki bir xatarlık üçün benim suallarını sorsa şu bu içi dep berip yazgan inkaslarını yani derhal şu balniki bir xatarlık üçün inkaslarını yazıp öçürüp aldım. Ananıkin meningden ündüdarı numarını sordu. Şunun bilan o bala qana qiladi ekan şu VPN orqali sirtqi dunyodagi bizningki qilayotgan ishlarimizni hammasini ko'rdi ekan. Meningki videolarimni uning asosli ko'radigan bir qism kanallarniki birisi ekan. Har bir qatim shu sirtqi dunyodagi ishlarni ko'rib bo'lib, o'ziniki telefonini shu zavoddan chiqqan nimaga ivat etadi-ekanda, shu transfer deymiz. Zavoddan chiqqan qilib, bütün hammasini o'chirib etadi ekan. Shunday to'xtamay sirtqi dunyoni biladi. Bizniki nima ishlar qilayotganligimizni elektrik ovozli uchurlardan bilsizlar. Hatto ba'zida "Ada, yaxshimisiz? Bugungi chiqqan xabarlarni oldingizmi? Uyg'ur qizlar to'g'riliq xabarlar demasliga shu to'g'riliq mandaq bir uchurni yetkazmoqchi" degandek bir uchurlari bor elektrik ovozli uchurlarni olsanglar. Shu qanaqa tanishdim desanglar, YouTube orqali tanishdim. Ündüdar orqali uchurlarni yetkazdi. Har bir qatim uchurni yetkazib bo'lgandan keyin telefondagi barliq narsalarni o'chirib yetadi. Telefonni zavoddan chiqqan holatga qaytarib yetadi. Ba'zilarini shu paketlar bilan evatib bergan, ba'zilarini shunday qilib og'zaki ovozli sifatida men ta hozirgacha u balniki ovozni eshitda nima qildim, lekin menga bergan uchurlardan guvohlik videolarini ishladim, Twitterga chiqardim. Twitterga chiqargandan keyin shu yerlik soqchilarniki qanday qilib inkas bildirganligi, telefonlarini tekshirganligi degandek xabarlarni hozir hammasini sizlar bilan o'rtaq nima qilish, shundan keyin videolarimniki oxirgi yarim soatida shu balniki ovozdan bevosita o'ziniki guvohlik so'zlarini anglasak demoqchi. Hozir men sizlar bilan bu Twitter'dagi şu İbrahimcan'ınki bana yetkazgan tog'isininki guvohlik so'zlari. Meniki YouTube kanalimda davomli ko'rayotgan kishilar bo'lsa biladi. Men o'tgan yili 12-oy mezgilda, birinchi oydagi rost, birinchi oyniki 2-3 atrofida bir video chiqarib, vatandan chiqqan uchurga guvohlik deb ishlagan bir nimam bor. Bir guvohlik videosi bor. Uni anondan keyin şahit biz torbetiga evatdim. Guvohlik ishlagandan keyin bu bola shundoq ishkirida yurib, oilasidagilar to'g'riliq guvohlik berib, "Mening tog'amni kirib ketdi, tog'amniki o'g'lini shu nim qilib ketdi" deb yurib, shu menga deb bergandan keyin guvohlik videolar ishlagandan keyin tog'asini qutuldirib chiqqan nima? Biz chet el dunyoda yashayotib, ta hozirgacha oilamiz to'g'riliq palonchi hozirgacha o'ginishda degan gapni deyamay yurgan qarindoshlarimizni bekchib. Mavi İbrahimcan'niki vatanda turib qilgan so'zlarini, qilgan gaplarini anglab bermoqchi. Hatta Twitter'ga chiqib, o'zimniki profilni chekirsangizlar, İbrahimcan Qosim 2000-yili 8-oyniki 26-kun tug'ilgan ekan. Hozir bo'lgan bo'lsa shu 20 yosh. Shu o'tgan yili 12-oydan boshlab menga xabarlarni berishga boshladi.
Andan keyin yerlik saqchilar uydagileri chaqirib, shu saqchini to'xtamay chaqirib bekitishi deganda manga shu ish kirib turib, axir yozgan uchurim shu. Adam hozir yurt qayt qilyapman, ko'nglimda sira yomonlikning bisharti bor. Agar 2 oygacha men bilan aloqalashamsangiz, meni tarbiyalash ekan deb tushuning deb o'ziniki shu mau kimlik rasmlarini evatib berib, shuning bilan poyezd beltini ilib yurtib ketib qoldi. Hatta yo'l bo'yi mening bilan paranglish jarayonida men paloya kelgan joyda bir tushib qiling, qaytmay turing, unda bahona ko'rsating desam, bularniki maxsus yillik ishkirda yurganlarniki o'sha 6 oylik, 1 yillik shunday oladigan bir ijozatnoma, ruxsatnomasi bor ekan texnik. Shu qog'ozi bo'lsa, undan keyin ishkirlarda yuralayotgan bo'lmasa, shu qaytib kelsin deb chaqirib ketdi ekan. Şoňlaşqa şu bütün yoldaki korkunçy, onundan ilgirki maňa yetkizgen sözleri degendeklerni hemmisini hazır sizler bilen ortaklaşmakçy. Hazır maňa Twitter'daki yollagynym kaçan yolladım, ölüşke yolladım bunu. Ölüşke yollagandan keyin 647 ketim tweetlendi. Onu özüge qarap baksam 69 000, 70 000 adamda ködi dep bolan etmey turay boldy. Endi maňa degen, onunki degen gapleri İbrahim Kasım, maňa şu discrimination, Uygurlarniki işkir öldürledi dep atgan gaplerini, şu öz uçurgan muamillerini, detained relatives, tagysy dogurluk bergen gowaklygyny, şundan keyin özüniki qançalyk korkkanlygyny, şularniki hemmisini maňa dep berip Şemin Canken, İbrahim Can Kasım. Maňa Kaşgarga qaytyp ketkenden keyin maňa yollagan uçurlary 2-nji aýnynky 13-i, 2-nji aýnynky 14-i toxtamay şundaq maňa videolaryny sizler ilgiri torda köýgen kişilerniki şundaq boynuga taxtaylarny esip goýup, sirtga çykmaňlar desem men itge okşaş talada lagaýlap yalap jürdüm degендek mundaq ýylgy bir näslerini boynuga esip goýup şundaq Uygurlarga insaniýlygyga garat kıldygan şundaq işlarniki videolaryny maňa toxtamay yollagan, kişilerni haklarynyki öýüge solap goýgan maňa okşaş samimy askertiş sirtga çykmaň degендek gaplerini, şu koçalardaky resimlerini degендek. Andan keyin tagysynyky uçuruny diýsek, o tagysynyky ogly muşu balanyky resmini iwetip, otur mekdepke iwetişden ilgiri bunu 6 ay şu lagerga aparyp terbiýelep, bundan keyin mekdepge iwetgen eken. Bunu kaçan yollagan diýsеңler, men bunu 1-nji aýyň 2020-nji ýyly 1-nji aýyň 2-nji güni yollagan tweetimde şonda maňa teenager boyny 2018-nji ýyly 1-nji aýdan tatyp 7-nji aýgacha bolgan aralykda, ýani 6 ay re-education centerge şu ýerde nem kılıp, bundan keyin mekdepge gaýtyrylgan diýen uçurny bergen maňa. Onunki dadysy Memtimin Rusul dep bir adam bar eken, 2014-nji ýyly 7-nji aýyň 23-nji güni şu türmege ketken eken, şu sakal koygan, bala okutgan, balasyny okutgan degендek şu nimeler bilen türmege ketip, bununki 5 ýyl kesilgenden keyin 5 ýyl tuşup ketip, ýene bir neçe aý ötkenden keyin mabalnyky dadysy türmeden goýup bermegen eken. Muşa dogurluk hemsini gowaklyk bergenden keyin bir hapta ötmeýlam, bütün tuqallarynyky hemsini telefonlaryny akdyrışga başlagan, kimniki muşundaq uçur ýetgizişip geldigini. Muşu bala ma full address Memtimin Rusul dep o 50 ýaşlar atrapadyky adam eken, şununki iniq adresy, mana o adresy diýenlerni hemsini goýup, Human Rights Watch Chinese, UN'ninki Human Rights'ninki taýip kılıp, nimege yollagandyň, Twitterga yollagan. Ananynki mawzamnynki Vatandan kelgen uçurga gowakly. Assalamu alaykum, men ismim Guli Maksud. YouTube kanalynda video işlep videolarımni vatanning içinde turup görýärkalamam barken, töwende etmekçi bolganlarym vatandan çykan uçurlar, ýene gowaklyk bermekçimin. İsmim Memtimin Rusul, Qashqar, Ýeňsa, Sitlaýyza 7-nji kent 2-nji mahalleden. 2014-nji ýyly 7-nji aýnynky 23-nji güni tutup bekitilgen. Sakal koygan, bala okutgan, balasını okutgan degендek banalar bilen tutup bekitilgen mescidninki imamy. Yaşı 50 ýaşlar atrapyda. Bu adam 5 ýyllyk kesilgen. 5 ýyl kesilip, hazır 5 ýyl wagty toşup bir neçe aýlar ötüp ketken bolsumu, ta hazırgaça goýup bermegen. Bu Memtimin Rusulnynki ogly, ýani 15 ýaşlyk bir ogly, ismi Muhammed Memtimin. Bu bala hazır 16 ýaş, otur mektepde okuýdy.
15 yaş vaqtida yana o'tgan yili 2018 yili 1-oydan tortib 2018 yili 7-oygacha bo'lgan mazgil ichida yana 6 oy lagerda o'qib chiqqan. Lagerda o'qib chiqib, anandan keyin maktabiga qaytarilgan, hozir o'rta maktabda o'qiyapti. Ashundaq kesim kesilib vaqti to'shib bo'libmi, hozirgacha chiqmaganlarniki izderigini qilganlarni ularni har xil bahonalar bilan tutib akirib ketdi ekan. Şolaşqa hech kim bir narsa deyolmaydigan lagerlarning ichida yetaverdi ekan qarindoshlarimiz. Hozir deb o'tilgan bu kishiningki rasmiy qo'limda yo'q. Ammo uniki ism, familiyasi, aniq turishliq adresi, tutib ketilgan vaqtga qatorliq aniq uchurlar bor. Biz bu kishiniki darhol uyiga qaytib kelishini umid qilamiz. Uning oilasidagilarmi uni to'rt ko'z bilan kutyotidi. Har qaysi kishilik huquq kuzatish tashkilotlarining bu ishga ko'ngil bo'lishini umid qilamiz. Hamda bu uchurlar vatandan chiqqan uchurlar, vatandagi bu qarindishimiz menga beshimni ichimga tiqib yurivagim yo'q dedi. Mushu qarindishimizniki ruhidan ulgilib bo'lsa-mu, erkin dunyoda yashayotgan qarindoshlarimizninki o'rnidan dast turib, o'ziniki yo'qolib ketgan qarindoshlari uchun qo'lim qo'shna, do'st birodarlar uchun guvohlik berishga chaqiraman. Rahmat. Shu guvohlik o'tib, baydeginimdagidek, shu Mamtimin Rasulniki butun tuqqanlariniki hammasining telefonlarını aparıp teşhirgen, ananınkin 1-oyniki 19 günü o bala, o adam 1-oyniki 19 günü türmüdün çıkanken. Bunu qandaq bildim deysanlar, özününki mao degen gaplarga qarab beqinglar. Qashqa qaytib berib, yo'llagan uchurlari va mao tuqqanlarning telefoni yig'ib olishi, men yo'llagan materiallar bilan munosabat ekanligini bildim. Tag'ingiz chiqdimi yo'qmi desam, 1-oyniki 19 kuni keldi deydi. Salomatligi qanday desam, texnik ko'mdim debdi. Mana shundaq vatanning ichida turib o'ziniki tuqqanlarga urug' tuqqanlarga berib, hozir eli turib o'ziniki ovozli uchurini anglasanglar, anandan oilasidagilarniki rahmatlarini agar shu guvohlik videosi bo'lmagan bo'lsa, u tag'isininki hech kim surishtirmay chiqish imkoniyatining yo'q ekanligini aytgan. Shunglashqa guvohlikqa sal qaramayli, o'zimizniki yo'qolib ketgan qarindoshlar to'g'risida endi davomli shunday shu guvohlik videolarini ishlayli, surishtirayli. Bu bola shunchalik shu aqlliqkin, shunda har bir qitim uchurni yo'llab bo'lgandan keyin telefonni baydeginimdagidek shu zavoddan chiqqan holatiga olib yetib, ananikin har bir qitim menga deyishni ilgari, siz menga qat'iy uchur qilmang deb qo'ydi-da, men uchur qilib, toki men o'zimning ismimni yoki telefon nomerimni demaganga qadar menga gap qilmang. Bo'lmasa meniki telefonimni kim olib, siz bilan kim gap qilganligini bilgili bo'lmaydi, navot kerak deshim bilish gap qolsa deb boshlab degan. Shuning bilan ma'qul dedim. Uyga ketgandan tortib meniki yuragim, bu odam birdan-bir bu bolaniki birdan-bir sirtqi dunyoga kelib qo'yib, o'zining hayotini topshirib qo'yib, shu kimliklarniki rasmlarini tortib yetib berib, o'shanda deb desman xuddi shu o'limga qarab ketib qolgandek bilindi. 1-oyniki 3-kuni shu poyezdga chiqib mandima, qachon eli turib nima uchurlar qarab shu amsini tafsiliy bir yandan ko'raylik. Ashuna qilib men dedimda, ma'qul men uchur yo'llamay, o'zingizniki bexatarlikka qat'iy diqqat qiling. Men sizniki boy yo'q ekanligingizni bilib turayman. Shu ish bo'lmaganda shu bosh surat rasmini bilamdi, chambarakni bilamdi, davomli yanglab turing deb boshladim. Shu orqali ham bilalayman-da. Bu bola ta shu 1-oyda yurtga ketgan peti, ta 4-oyga qadar men bilan shu uchur aloqa qilib turdi desam bo'ldi. Ananikin tuyuqsiz yo'qolib ketgandan keyin bu bola deganimdek shundaqligi hamma tarafdan ishlarni o'rlashtirib qo'yib manganda shu o'ziniki turishliq yerlik soqchilarniki telefon nomerlaridan tortib, undidor nomerlaridan tortib deganda hammasini qoldirib qo'yib ketgan. Navani mundaq shu qolsa palonchi bilan aloqa qilishing, navani mundaq shu qolsa pistonchi bilan aloqa qilishing degandek. Shunglashqa biz chet elda turayotganlar har xil usullar bilan cho'qim o'zimizniki do'st birodarlari, qulim qo'shnilari, tuqqanlari hammasiniki boy yo'q ekanligini bir amallar qilib surishtirishimiz kerak, boshqalar orqali surishtirishimiz kerak. Surishtirib turmasak mana jim yo'qolib ketadigan ishlar jiq. Bu bolaniki bu yerdan o'ziniki hayotini oxirlashtirdi degan xabar keldi. Endi meniki uningdanmi gumonlanqidek, uningdan bir narsani deyishga men bu chet el turib hech qanday bir uni confirm qilolmayman. Bu to'g'riliqli turib qaytganday, avval o'zining hayot vaqtida bizga yetkazgan uchurlarini yana bir qadar ko'rib baksak.
Ananiki mağazada chet ellik pashmolarniki yolg'on uchur beryapsan degan gaplarim bor ekan. Ostiga inkas yozganlarniki ichida. Yolg'on demdu, rost demdu, haq nim desa desun, men o'zim qilishga tegishli ishlarni qilyapman. Mana hozir to'xtab qo'yib turay. Bundaqda o'ziniki ovozli uchur bilan bevositlam ketayli. Akşam köyde Tuni hava odamı. Uyghur kısmında o burada misafirlikte çıkan banyarslar. Bugün sorsam beşte Uyghur kısmında enkilme çıkan rap şirketler oldu. Hozir anlığınla ayın çağda bana yetkizgen Xitoyniki ma'lum bir shahardagi hatto o'ziniki shu turishliq joyiniki shu xarita adreslarini yetib paloni yerdagi ko'ngil ichish o'rniga 5 Uyg'ur qizlarni akiladigan degan uchun yetkizgan. Mening oldimda men xabarlarni o'qishdan ilgari mabala o'qib, "Hada yaxshimisiz? Mandaq bir xabarlar bordi, oldin o'qidingizmi? Ash to'g'riliq mayidagi zavodga kelgan boshqa qizlarni mayiga plan ekanlik ekan" deb shu yerdagi oldi bilan birinchi bo'lib bergan uchurim shu. Buni qanday qildim desanglar, ko'pincha odatda nimalarla aloqalashgan chog'da ularni faqat nima uchurlarga bakrak diqqat qildida, paketlik uchurlarga, endi bu bolaniki evatgani ma'lum bir ko'ngil ichish so'rininiki adresi. Shunglashqa ancha payt diqqat qilmadi deb o'yladim. Men evatdim, palon yerda bunday ishlar bo'ldi ekan deb. Odatda shu Twitter'dagi direct message orqali shu har qaysi xabarlarniki nimalarga uchur yo'llagandan keyin ular faqat foydalanish qiymati bor bo'lgan, rostchiligi yuqori bo'lgan, paketlar aniq bo'lgan bir ishlarga bakrak surishtirdi ekan. Endi bu balniki shundoq ishga turadigan vaqtda bu shu ish majburiy emgak qiladigan qizlarniki ichidan tanlab ma'lum bir ko'ngil ichish so'riniga chog'anliq akaganligi to'g'risida bergan guvohlik so'zi. Akşam şu şirket kızlarla aşağıda çalışacak kızlarla ne tutmancadan kızlarla yapmasa. Ondan sonra hepsi de o pasanın şirket tutturmadı. Aşağıdan da şunu etrafta misafirlikten geldiğinden top aşağıda işte tutan kızlarla ekimiz misafirlikte. Ben ayakta yapmadan kazanmam. Demek ki onun yaşayan iş yaptı. Böyle alakası yok. Çağın ki orada demez mi adam malın çağın. Şu çağın da çalışmadan bu değil de şu yapılarını kaldı. Aksına gelen yağmur ben. Mesela sonra ben kalsın. Kapsızlar olan fazla alakası kursadı. Ama o işleri hayran oldu. Ondan mekiyen kasam var da ben nerede? Havadan ayakta yapıyorum. Ayakta yapıyorum ben. Ayakta yapma vazifesi nasıl çok anlamak çağın geldi. Şu an işte gidip koydum özümce. Şu kimse bu medya kafiyeler. Gerçekten kaldırsın. Zaten bu. İkinci kayıttı. Belki de ben şu vaziyette olmasıyla alanmasına aşağıda bu ancak şirket bu dersine. Havadan sakla bu pasalarla gidip pasalarla çevirip ben Saqlam bo'lsam, anankin yana davomli uchur yo'llab turman deydi.
bu ovozli uçurlarniki ba'zi qismlarini chiqaryaptim. U bir oshxonaninki shu aniq adresini deyapti. Shu oshxonaga davomli keladigan bir Xitoy loban deb oshaq deydi. Shu yerdan o'tirdiki bo'lingan gaplar ekan endi. Mana ben sizga aşkım şu. Kaçkalı kalıktım da aşkına bu. Şu aşkına ait ne koyma da şuna da o yaplar. Ba'zi gaplarni anglashim ben o'zim bir Uyg'ur ayol, bizningki och singillarimiz u yerda shundoq elib setilayotgan degandek xabarlar to'g'riliq uchurganlarninki. Kechirimlarga qalamoqdek men bu to'g'riliq. Uyg'ur qizlarning Uyg'ur qizlarning ko'ngli so'lini qisitasiz. Mesela ayaq tərəfdən çıxıb baxsam ki, ayaq tərəfdən çıxarım, ayaq tərəfə gəlsəm, baxsam qayıtışım bilək. 6 aydan bir yılға çıxartqalı oldu ömrü. O zat alab qazaqdan bir yerim çıxarqalı oldu. İşbətimiz yaxşı olmasın. Qalayım qarşıqarlaşmayla. Saxım ayaq tərəf gelib, ayaq tərəf bizim Türkmenistan ayağı aldan quda oldu ömrü. Arqadan şurada çıxqan ki, onları ben de olsam. Sen gittim polisden sakip yok adımıza çıkıp kimlikte işler bölüm kalıp işler var şu anda şu işler anda asraftık yapsaydım vardı o anda hocam direpten yahtırıp gelsem anda hiç aldım bir resim şimdi kendi yaşım şartlarında çünkü gün ilişkim var kimden sırım tutup ana yana yani suratına bulmaya pas yahtırıp duman bağır kıfa sapan bir kanal işte de birden kep oldu olmadan açıklam. Ma hozir so'zligini kimlik tekshirish shunda hamma yerlarga nim qilgan chog'da mayli nagili bo'lsa shu Wangbaga kirib qolsin, odatda shu kimligini tizimlab chiqadigandan keyin o'zining kimligida Wangbaga kirsa 10 minut qolmay soqchilar kelib bo'ladi deydi. Hozir shu to'g'riliq so'zlagan guvohligi. Hazır bu hem ya turmuş ketken ikinci o hem kimi yaxşıratdan ne qo'ysa kimlik olmasın görüş qilgan ekan kimlik nerede ko'rsatgan yaxshiratdan ismi chiqib qolgan ekan buni qilmoq yo'q ekan bu o'zim bu desktoп bo'lashgan direkt chiqishni aloqa kainat emas ayaqda ko'tarib shu yaqinda chira tashkilot bo'ladi ondan bastık ahırda çatak okudu da şuna da aldım ben de. Bugün arkadaş buraya batı kaç gün kreşke o adamlar. 97 yaşında akşam daha açık koymasını şuna da tikenem de. Bu yaşırın zımlatmayı yavaşak bırakken de. Açıklı olarak şuna tike o adamlar. Hozir anlag'anlar o'ziniki shu izdinishlariga qanday qilsam shu yerdan chiqita olmayman deb Taylandga ketadigan yo'llarni izlab beqibdi, ishqilib chegirdash keladigan davlatlarniki shu qanday chiqib ketish usullari to'g'risida izlandi. Bir odam bilan ko'rishib Hongkongga odatda shu dengiz yo'llari orqali suv yo'li bilan shunaqa qonunsiz o'tib Osiyada panohlik tilab boshqa davlatlarga ketishni saqlab turgan Uyg'ur qarindoshlarimiz bor. Bu bala shundoq to'xtamay o'zaro paranglashib turdiqda men bunga shu foydali bir uchurlar bo'lsa deb turdim. Shundoq bo'lsin bu o'zi bir qarorga kelolmay ota-onasiga shu tortishib
özü karar çıkaramay, hem u yoqqa magamay, hem u yerda bolayotgan kunlarga chidamay, aşındaq turmuşlarni, aşındaq kunlarni o'tkazgankan, elektrik vatandaş to'g'riliq gap qilgan gaplarini anglab ketganman. Şatrep ötep ettiler başaldım ben. Şatrep'le yolunu açtık hasta. Nima qilib Şatrep chiqdi. Nima qarshi Kanada'nın visiyor. Türkiye'nin visiyor. Teşkilan. On çıkmalı bir Kanada yığılağı. Bulmuş kaydırdandı. Ma Şimal Şinyan'ınkini kaydırdı desem Cenab-ı Şinyan'ınkini kaydırdandı. Şimal Şinyan'ın asas zaten kalıp talağa çıkmadı da teşekkür çıkıp kaydırdı. Az bir kısımlarının yüzden aşırı bir çıkışını. Yok hazır hem de ayaklarıyla alakası yapacak o pasçı hem de ayaklarıyla öyle pasır. Şaplı kıl buldu onu. Hozir so'zlayotganlari o'ziniki pasportiniki tortib ilinganligi, shu vatandaşlarninki bu qachonqi vaqt bu 2018 deyman, 2018-yilda anankin bir qism kishilarniki 100 ning ichida necha uch odamnikini degandek pasportlarini qaytarib berganligi, shu o'lchi tarafdan Shimol Shinjongdan Qozog'istonga chiqqan qarindoshlarniki bor ekanligi degandek uchurlar boshlanib deb beradi. Anankin men navoda pasport bor bo'lsa Kanadaniki visini iltimos qilishga mudaq yo'llar bor. Degandek o'zim bildigan yo'llarni ham damo tarafdan tunish bo'lsa, ilg'i chaqiriq qog'ozni qilib yoki bo'lsa ilg'i guarantee bir narsani qilib viza olib bo'ldi degandek yo'llarni ko'rsatib turdim ham deb bu to'xtamay shunday izlangan. Mening bilan so'zlash jarayonida sherki bo'layotgan ishlarni to'xtamay shunday ovoz uchur orqali so'zlab turganman. Men o'zimniki ovoz uchurini buning ichiga qo'shildim. Meniki telefonimniki mikrofoni ünitlarga bağlanmagan. Men faqat yozma orqali to'xtamay har bir savollarga javob berib, har bir degan gaplarga javob qaytarib shunday nima qildim. Bu davomli shunday yer ish kirdiki, Uyg'ur qizlarniki ish kirdiki, kimlik tekshirish jarayonida yuz bergan avorchiliklarniki, anankin shu yo'lda bo'lingan ishlar, pasport to'g'riliq pasportlarniki yig'ib olinganligi qatorliqlar to'g'risida shunday to'xtamay davomli uchur yo'llab turdi. Undan ilgari degan gaplari o tutilib ketgan tog'asininki kirgan chiqqan degandek eli davomli anglayli. Şalla kızıksın bana gayet bu pasyan da yaptı geçtikten o pasyan çıkıp kalmadı yaptı hep o uyba bu maya pasyan ben bu yetki ben özel bir yansadan kaçkan yansadan yansana işlem uyba ben özelden yüzden 19 kırdan bay öyle ağa uyba şu uygunlu pozitif etkiyen ters taşında hep ağaçlan Ben 19'ga kirdim dedi. Nopos yetkash to'g'riliq ish qilganman. Boshqalarniki hikoyalarini so'zlab berganda bizniki bir yilga Yolqinjanma, Kimti ismi bir qarindishimiz bor. O'ziniki noposini ishkirga yetkab, ishkirdan o'yilib, ishkirga noposini yetkab, pasport bijirib, anondan chiqib Turkiyaga yurib, Istiqlol televiziyasida o'ziniki shu lager jazolarning ichida yotgan yilga guvohlik bergan bir inimizniki hikoyasini so'zlab bergan. Şu to'g'riliq desam, anankin o'ziniki beshidan o'tganlarini deb beradi. O'zimiz yezda, men Noyi bozoridan uydagilar uy olgan noposni yezidan Noyiga o'tkamakmi shunchalik tez tursa, ishkirlarga bir narsa qilmoqda, texnik tezda boshlab, bu Noyi bozorga o'ziniki nopos o'tkazmaganlik ishlari to'g'risida guvohlik beradi. Bunlar fazla neredeyse bir vakit sürekli çıkamayı kıyınlıklar falan da. Hemen aynı işi kırışkede. Kızın yüzünde aynı işi kırışkede. Çok çağızdı işkisi var. Maşin tekşirtip ana yakma. Kağalına emsen de adam tekşirtip küçük çağızlar. Çok çağızlar. Kuralda garibiyle yüzünden de naik kırışkemem çıkacağız. Hem bu cazası kandan oldu. Hem de yaptığımı biraz konuşmayın. Hem de şu ne orta bazen özüm cümlelerine yakaladım. Ülkeler var hem de fotoğrafın şahı insanların ben bu evine falan kapasam.
Ödüklerini aldık sevaldım ağa. Yezden yezga, yezden ay bazarida oturdaki yaşında tekşiriş çağızları doğruluk yapıladı da hazır anlagan bolsaňlar. Öz yurtumuzda, öz zeminimizde, öz tuprogumuzda aşındaq bir yerden yeni bir yerge qadam atlaşma aşındaq tez, aşındaq tekşirişlerini geçiqliqi. Baba hazır özünü aşettirip atqan yez doğruluk yapıladı da, ananınki özünü çıkış yollarını izdegenligi, şundaq bolsun mağamayotqanligi, ata-anasını aldıq selip aldı dep, yani ata-anamni göregi tutip aldı degendek yapıladı da hazır. Ödükle 45 yaş 46 giden. Anam 40 yaş. Şu an oynamagan bolsam bu çalaklan. Şalap bir yaş kulattım. Şunu oylap kalan kelap söyledim. Hiç hız gelmekten. Hiç kesemem bana çalışmaya çalışmam. Akrepke çıkarsam çıkarayım. Yok oldu için. Ödüklen aldık sevaldım ağa. Ödüklen çıkmakta. Sığışansam geçtim. Böylekiler Kazakistan'ın kimi o hem de aşağı taraftan da. Ben bilen tanış Kazak kız baldım ba. Şuna bilen alakalı şeklim kavak. Aşına alakası kuruldu kan. Kazakistan nüfus emez. Çünkü nüfus. Ben nüfus. Bugün de öz Kazak boğan diken uzun hem de iş benzemez çoğu. Söğütün ilan kullanmam hem de. Ben soğuğurken, ak soğuğurken. Şikayetçisi varken özü hem de anısı Kazakken. Hem de ayağı içinden gelen Kazak'tan çıkarıp koyup herkese koyup hep yapılan küçük vakit. Sıvalım okulan kız varken de okulanına bağlı. Ve genel olarak Kazak yapı olan ki onda pek açılımda bulmak. Kazakistan'da bu çamı gidemem ve ahirem hem de mahallen ki onun yakın boğan iken çok. Sonlaştan böyle yapıp tarafa gidiyor. Bu yapıp işleri de bu işi öptüğünde o işlerden bu bakımda. Abuma yapmaz ki zamanla taş kovan tarafından taş kovan tarafından çıkartılı buldu öyle ki mağalıkta taş kovan tarafından ayak tarafından ma taç ve şu anda da gidiyor. Peki sadık. Oldum kudumla neçeden dürüptüken çok oğlun elik kadehle uğruyorlar. Malum kolay yürek onu. Yana bir ay yaptıken çok. Aşağı öyle falan olsa ülken trik oğlum da trikin bir ay. Taşlardan taşlar. Ne yapayım? Oğlum olsa aşağıda yakılan biz kimesler. Bugün ağlayarak sadık olan iken sonrasında bu başlık bu kanunsuz ödetmelik bir şey olamayan iken sabık oldu. Şu. Alınğıdan haber gördüm emez bana Kazakistan'a şöyle kıp geldim bu okula vurup kısa yakıl mahsulletlemez mi? Ha buldu hadi. Yapılar bu basma bir sürmen çok umsuz ya. Sınır sonrasında sen anlarsam bu. Ha buldu hadi. Ben tarafı boğan ki sakça Fransızca bu nasıl oluyor? Çünkü bu cep nasıl basıp bazıları kazanmayı da tamamında yapıyor. Bazıların yolu kurma çıkartışına çıkarıp koydu bu. Bu çıkartışına basıp köpünç. Ama yok hangi çıkmaz yollar çıkmaz. Ama dünya çalışıyor İngiliz kullanıcısı saklar ama marketla hapsaldı çok. Sen de bunda buna çıkarıyor, bunda buna çıkarıyor. Son ama yok. Hangi çıkmaz yollar durmam. Doğru satışını kamayam. İngilizce gap yazsam maldikiler hapsaldı. Sağ selamet bu paşamın başa tarafı Sıkıntı kullanayım ben. Aşağıda terapisler çıkartmışlar. Sen yetimcisine gelken. Alkımsızlar hoca. Bir günler sütü perişanmaya yaparsa hoca da perişanmaya. Ulan şundaq özününki hayatınınki xavf uçuruşu qırmay,
Şundaq guvohlarni berdi. Bizningki bu chet elda ota-onasi lagerda o'lib ketsimi, voy dadam o'lib ketdi demaydigan kishilarimiz shu Kanadaniki o'z tilim bor. Bir odam o'lsa, odam o'ldi demaydigan kishilarimiz bor. Şu konuda kullanılan de dersi uygurken, aksı uygurken, şikayetçi varken, özü hem de anısı kazarken, hem de ayağı içinden gelen kazakları çıkarıp koyup aksine koyup da yapıyorsan küçük vakit. Şulalım ufak sorarken doktorlarına var. Ve genel olarak kazak yapılan ki onda pek açılımda var. Kazakistan bu çamlık ileme uyaklar mahallen çoğun yakın boğan iken şu. Sonlaştan da uyaklar bu tarafa uyaklar işlerinde bu işler dilende o işlerden bir bakımda. Ama yapas zamanla taş kovan taraf kullan taş kovan taraftan çıkartılı buldu ki malum taş kovan tarafta ayaklar böyle ma taç bıçağın da geçiyor paysadak oldum kodum neceden büyükten çok oğlunalık kadehle uğruyorlar malum kolaydı bunu yana bir ay yaptıkken çok aşağı öyle falan söyleyken tek olan bir söyleyken bir ay taşladan taşlar Oğlum boş aşağıda yakılan biz kimesler. Bugün ağlayıp sadık olan iken sonraşkan duyaktık. Başkalık bu kanunsuz ödetmelik gelişim olamayan iken. Sabık oldu. Kazak qarindoshlarimiz, tojik qarindoshlarimiz shular to'g'riliq degan gaplari. Oldum kodum neceden büyükten çok oğlunalık kadehle uğruyorlar malum kolaydı bunu yana bir ay yaptıkken çok aşağı öyle falan söyleyken tek olan bir söyleyken bir ay taşladan taşlar O'zi anlaganlarini deb beradi. Tojikistondagi kishilarmi tojik qarindoshlarimiz bizniki vatandan shu taraflarga bir hayot qilish uchun qochib borsa, ma'lum qilib yerlik kishilar urib so'qib evatadiganki. Bu ishlarniki qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmaymiz, ammo Zinnatgul Tursunningki Tojikistonga evatilib shadan qaytarganligi rost. O'shaniki hammasini bir yandan bog'lab kelsak, rost ishlar bor. Türkiye hükümeti o'zi e'tirof qilgan Tojikiston fuqarosi deb qaytardik Tojikistonga deb nim qilgan, hamda ma'vu anglagan gaplarini biz ham u yerdan bu yerdan angladik. Bu balama anglagan gaplarini deb beradi. Bizningki Uyg'ur xalqimiz shundoq urilib, so'qilib, hech yerda bir o'rin yo'q shundoq yuramiz. Qozog'istondagi qarindoshlarimizniki ma'lum chog'liq Xitoy bilan munosabatniki, ya'ni siyosiy jihatdagi munosabatni deymanmi? Qozoq tarafdagi, tojik tarafdagi gaplarniki o'ziniki anglaganlarini shundoq deb beradi. Oğlum boş aşağıda yakılan biz kimesler. Bugün ağlayıp sadık olan iken sonraşkan duyaktık. Başkalık bu kanunsuz ödetmelik gelişim olamayan iken. Sabık oldu. Şu. Alınğıdan haber gördüm emas mı? Kazakistan'a şöyle köp geldim bu okula orup namıksa yapıl başlayıp emas mı? Buldu da. Ben yapılan bu basma ben çok istiyorum. Sınır sonrası anlarsam bu. Buldu. Ben tarafı boğan iken satış ettik. Ben sonuçta bu nasıl oluyor? Bu cep nasıl basıp bazıları o zaman böyle takımında yapıyor. Bazıların yolu olmaya karşısına çıkarıp koydu bu lan. Uygur çıkartısında basmak. Ama yok hangi çıkınası yolu yapabilirsin. Ama dünya çalışıyor İngiliz çıkınası satıyor.
Ben kentla hapsaldı çok. Sen de burada buna çıkarıyordun, burada buna çıkarıyordun. Çok olmalı. Hani şu nesne laflarım, ki onun arkadaşını kalmayam. Sağ selamet bu pasanın da şatrap düşüp sık yakmalayım. Aşağıda terap peşmişler, çıkarmışlar, düşen yetimmişler yerken. Fotoğraf. Ben o demiştim İbrahim istemem hatta. Efendisiyle alakası ben yapmasam. Şu oldu alakası oldu. Ben kesecek kişiye gittim ya. Telefondan diğer açadım. Hatta telefon kılıp beni aldı geleceği odunla ketken. Ketken şuna yağı. Erkek tutu diye gibi var. Şu azara pokat. Başka şeyden korkmadım. Ama balne hem de. Balne da böyle kağınem çöndüm kağıçada. Naizin telafi yapısına devam ettim. O zaman topu şirket genç yok. Öyle de bakayım dedi. Öyle de bakayım. Ben vardım yerden hazır şeyin vermeye düşlettim. Ayağı keşletten masam çıkımda gittim. Eşim ısla kesa. İşte kesa çıkılan çıktım ben. Ana ya şu kosan tavuksu. Ana ya sağlık olsa. Arkadaşlar lav oldu ki. Ana ya öğütüp ana ya vermeye çok masam. Ya ülkeler çakamız şu yine bir gezam sekonda olsun ya da bu içkili bokokto semden bayram etkezmediler yani devam eder şu an. Kayıt bitem diyor. Aldan içkili şu. Okey. Ve tamam bir diğer ötesi bakmadı ülkeler. Sırf kettem ayakta. Şu kayıt bitem diyor. Ben vardım yerden hazır şeyin vermeye düşlettim. Ayağı keşletten masam çıkımda gittim. Eşim ısla kesa. İşte kesa çıkılan çıktım ben. Elak baldı yemek rasılık boğuz bilgilik ne bu kaldığım boğuz bilgilik kimi tekşiret kansaçlam yok aslında. Burun battı ama. Tutacağım şahretke. Şu kimlik teşrif yapıyor olup ikinazır yok ya. Anam geldi sırmalık ben telefona çıkıp şu teşrifle. Ana yağmalık olup tukan ki taraftan aslında tukan geldi koydum bile. Telefonu açıp teşrif oturup da kararımdan basam ben ekledim teşrifle. Ben sırf dedim de ben önümüzden kalktım da canım falan şansım. Ben direkt tukan ekledim. Aslında yok nasıl yapayım biraz çok. Slavlen o tukan çölte slavnik üç kıldan telefonu diye ekipimde. Ben yetten duydum olsun ve sekunda duydum olsun. Telefonun ekipmişini teşvik eden varken hazır. Önümden beri koysam bile gelip teşvişmem ki. Şu an ben ve avam kılmasam oldum de mongo. Ada siz kapten keberapa dedi var ağırlık siz gidiken planışları ada varmış mı bana tamam bozdu. Çıkıdığım buldu da şu yapılan akıllı varamdı. Siz kapten keberapa dedi mi ada? Ben ya ki kızanlık otukalak koşup basma ben aslında evet kendiken koşamadım.
Hem de sizden hem bizden hem de amalımız için. Belki mağazı tekşirip kılıp çıkıp baş mümkün. Ha buldu de buldu. Ben gel basam çokum o ismini çıkarıp ana yağı deydiğine gibim demedi. Hem de başkalar yapıp kalsa hem de kaçta olmak hep oldu bunu koyma. İsmini çıkaran iken mağbal şuken hep ana yağı. Ana doğruluk bana sakla oldu demsin. Ha buldu buldu. Buldu adamım çokum çaldırma her kadar gep sulap basa. Hiç kandağı dememem. İnkaslarınızdan hozircha sal turib javob beray. Savollar bo'lsa yozsangiz hammaga. Mana bu deyilgan gaplar shu sog'-salomat uyga berilib, ananikin men bilan qaytadan aloqalashib, VPN'ninki tushirish adreslarini so'rab, men bu yerdan yotib bergandan keyin o'ziniki ayni chog'da menga saqlab qo'yishni aytgan VPN adreslarini. Men deyman shu sirtqi dunyo bilan aloqalashgan odamlar bor bo'lganligi uchun sog'-salomat yurdi deb o'yladim. Nima desa shu chet elda urug' tuqqanlari bor bo'lgan kishilarga asliqcha yurib ko'pchilik qilolmaydi emasmi? Bu balniki bu qilgan ishlari, qilgan gaplari hammasi shundoq boy o'zinglar deydinglar, o'zinglar anlagandek shundoq tag'isi to'g'riliq guvohlik berib, tag'isini shu turmadan chiqib, 1-oyning 19-kuni chiqdi dedi. Uni Twitter'dagi rasmdan ko'rsalam bo'lmaydi. Faqat shu ovozli qismini ham yo'lladim. Ovozliq deyilishgan gaplarni ham shu shundoq saqlanib qolsin. Bir dokument sifatida bir bolaninki hayot vaqtida aytgan so'zlari qandoq ashundoq mujodala qilib, shundoq qo'rqinchlarning ichida yashab, shundoq g'ayratlik, qaysarona ruh bilan uyga ketib, 5 oydan keyin 5 oygacha to'xtamay bir narsalarni ko'rib turdim, yana shu ananikin 5 oydan keyin shu o'lib ketib qoldim. Faqat lam jimjit hech qanaqa bir narsa yo'llamagandan keyin, ismlarim o'zgarib ketgandan keyin yo bir hech qanaqa odatda men deb qo'yganim bo'yicha oz deganda haftada bir qatim cho'qim o'ziniki rasmisini o'zgartirishga ma'qul bo'lgan. O'sha qilib jimjit yo'qolib ketgandan keyin surishtirib qilsam tugab ketdi deydi. Hemen chaqchaq qilayotgan o'xshaydi deb o'ylsam, 4-oy, 5-oy mezgilda dedi. Shuning bilan darhol shu bizniki chet eldagi media qonun bilan aloqalashib, mau soqchilarniki nomerlari shu menga bir aniqlab beringlar deb uchurlarini berdim. Bir necha kungacha hech qanaqa amal qilolmagandan keyin o'zim bevosita shu tarafdagi har xil odamlar bilan nim qilib oxiri rost o'lib ketganligini, o'zining hayotini o'zi oxirlashtirdi dedi. U undaq deganiki u gapiga qarata men bu yerda gumon qilib undaq desam ham u yerda nima degan bo'lsa, qandaq bilgan bo'lsa, o'limini qandaq bilgan bo'lsa, shu bo'yicha bo'ldi. Buniki hamda meniki hech qandaq bir nima degan bo'lsa shuni ishonaman hamdi. Garchi o'zimniki ko'nglida bir gumonlarim bor bo'lsa-mu, uyga ketib 5 oygacha birovdan yurib, tuyuqsizlam undidordagi u rasmlarniki, ismlarniki almashib qilishi va shu undidor champirakda yo'llab turgan Meg'slarga rasmsini yo'llasam, oxirgi yo'llagan rasmisi kechida ketib qolgan o'ziniki ko'langisini yo'llab qo'yibdi. Undan ilgirki bergan uchurlari shu shundoq o'ziniki yesida virus mazgil jarayonida yuz bergan ishlarni, andan keyin Uyg'urlarniki enchada bir yilga osh qoldim deb chiqqan bir video bor. Shu video chiqqandan keyin menga uchur yo'llab, mayeda shundoq ocharchilik yuz berdi, miyadagi ahvollar shundoq o'xshash deb bergan uchurlari shundoq to'xtamay uchur yo'llab turdi. Uyga ketib 5 oydan keyin boshqa bir sabablar bilan o'zining hayotini oxirlashtirdi deb shunday xabar keldi. Bu bola mayli qandoqla hayotini oxirlashtirgan bo'lsin, nimalar degan bilan o'zininki shu
Beşimni içimge tiqib yurivagim yo'q deb bo'layotgan ahvollarni birma-bir o'ziniki beshimdan kechirayotgan ishlarni birma-bir menga deyishi, ya'ni sirtqi dunyoga deyishi, biz buni qahramon o'rnida xotirlab qolaylik deb ism, familiyasi, kimlik nomeri deganlardan tortib Twitterga chiqardim. Hamda ovozliq bergan bu video ovozliq uchurlarni video qilib ishlab, tariximizdagi qirg'inchilik mazgildagi bir yosh Uyg'ur 20 yoshga to'shmagan bir bolaninki hayotidan olgan ovozliq guvohliklarini video qilib ishlab chiqarib qo'yay dedim. Saqlanib qolsin. Mushundaq ishlarimiz o'tgan ekan. Haqiqatan vatanning ichida turib bizningki sirtqi dunyodagi bo'layotgan ishlarga diqqat qilayotgan kishilarimiz bor ekan, gumonlanmayli. Ularni qo'g'dash, ular uchun ovoz chiqarish bizningki vazifamiz bo'lsin, bizningki mas'uliyatimiz bo'lsin. Shunaqqa ko'pchilik sizlarni Twitterga chiqib o'sha Twitterni tweetlab qo'yishinglarni shu vatandan chiqqan yana Mirodil Hasan to'g'riliq chiqqan xabarlar, Erkin Osiyo radiosiningki inglizcha xabarlari, uyg'urcha xabarlari qatorliqlarni shu Twitterda ham baharlab qo'yishinglarni shu barmoq orqali Twitterda bir ishlarni qilaylik deb bularni so'zlayapman. Yaqin yoqi Facebook qarsam qisas olamiz deydigan shu yozmalar, inkaslar bekchiqlab ketib boradi beshimizdagi. Men ba'zida o'ylab qolaman, qisas olamiz deydigan bu Uyg'ur erlarimiz bu Turkiyaniki ko'n zamondagi baylik davrlardagi qilishlarni ilib qisas oladigan shunday kinolarni bekchiq ko'rib ketganmi? Xuddi bir dirilishma demo kinodagi Ertuğrul'ning hikoyasi o'xshash shunday qisas olg'isi kelib ketardi. Bizningki qisas ilish o'rnimiz Twitter deydi. Har bir Uyg'ur to'g'riliq chiqqan shu xabarlarga bir tal barmoqimizni shunday besishimiz, retweetlab o'shani ham baharlashimizdagi o'zi qisas ilish edi. Shunaqqa ko'pchilikni texmo shu Twitter'dagi jang maydoniga chiqishini shu barmoqimiz orqali biz uchun ovoz chiqarayotgan davlatlarning shu xabarlarini, muxbirlarning shu emgaklarini ham baharlash orqali qisas ilishimizni tavsiya qilaman. Bu İbrahimjonninki ovozlarini bu yerga chiqarayotdim. Hammasi ovozli qashundoq guvohliklar. Bu bola hozir oramizda yo'q. Shunga bir odamniki o'limi, bir odamning hayoti shundoq jimjit oxirlashib ketsa, biz uning uchun hatto ne kishilarimiz bor, millionlagan kishilarimiz o'lib ketdi. Ular nima kunlarni ko'rdi biz bilmaymiz. Ko'rayotganimiz bilganlarimiz sanoqliqlam, u yerdan chiqayotgan ovozlarimiz sanoqliqlam. Bu İbrahimjon bu ne to'xtab qo'yib, bu aramizdan ketib qoldi. Hayot yurgan yana bir qahramonimiz bor. Shu to'g'riliq xabarlarni, inglizcha xabarlarni hashtag orqali davomli ovoz chiqarib shularningki hayot qilishiga bir shu xalqaro international communityni shu Mirodil Hasan to'g'riliq shu bir uchur elishga biz social mediada bir besim qilsak deb shuni chaqirib qilmoqchi. Hozir anglaydigan ovozliq guvohliklari mushunchalik bo'lsin. Keyinda yana bir necha minutga qolibdi. Buning bo'pti saqlab qo'yay. Andan keyin yana bir 10 minutda oxirlashtiray. Andan keyin so'raydigan savollaringlar bo'lsa yoki boshqa deydigan gaplaringlar bo'lsa, bu naq maydonga hozir yozib qo'ysanglar bo'ladi. Men anglab bo'lib bir ko'rib chiqsam bo'ladi. Ammo u gapdan chiqamay, telefon tekshirib qanday bo'lamiz o'zasa. Telefon tekshirib bana ya to'laydi ayrim. Kirash qilmasdan. Ya bo'lmay telefon ochiq ketgandaydi. Deb ish qo'ylab qo'ydim. Pek u qasam degandek nisam bo'g'dek. Başka bir çıkarsam ödüklerimi var. Özlemgimi öpüyorum, kişilerimi işte bir var. Bana tamam
işe çıkıp öğretken karşı günü. Belki ben öylülük çıkıp baş mümkün. Lekin şu günü öcüklerine yok. Dadam taraftan tukan keldi, dadam taraftan tukanlarına telefonunu yaplaşık geçip de. O'sal ishchi da'miyada deb so'rasam, nima bilan qo'yib birdiga ish kuchga nacha chiqadi. Shunlashqanda telefonlarni ochiq yerda shu tiqadan kelib ekan deb bo'pti misal. Keyin sashu telefon qil deb kelmishdan deb qo'ymay keleva. Hepsinden de ma'qul dedim. Eğer şu haberi siz yoluma bermeyen bo'lsansa da 7. ayda 7. ayda 20 saygur ketgan 2014 5 yil kesgan. 10. ayda esa o'sma 10. ayda men chiqib bu ochada qo'yib berdi. Lekin ma'do qo'yib berdi. Siz bu narsa chiqardingiz, ana ya bitib 5 kun o'tmaylar. Aslında çocukların telefonu açık edip yol son koyup gerçekten Ayşe bana Ayşe'm koyacağız mı? Amanım nasıl mı? Amanım yol çıkıldı. Koşup gene de pravaşıp bu geblerini koşup kaldık. Sizge belki rahmet etmedi. Eğer siz yoldan vermeyen bolsanız hem de çıkışı natayin de vakti tutuşkan bolsun ki o. Ben şu an falan kendimde. Başta qilib guvohlik videolarini ishlab жүрib yu tog'isini chiqqandan keyin vatandan chiqqan rahmat degan gap bir xil odamniki shundoq yurakka tegadi ekanda hech bo'lmagani bir odamni bo'lsin shuning uchun ovoz chiqara olibdiman deb o'ylab man emas mushu bola o'zi shunga o'xshash guvohlik videolarini to'liq ishlab boshindaq oqoqidan ishlab qutuldirib chiqishga tamoman bo'ladi yuraklik bo'laylik gap qilaylik uyingizdagilar bilan aloqalasholmayotgan bo'lsangiz telefon qilamdim deng hammasini chiqib social mediaga desak bo'ladi desam uydagilarni bunaqa qilyapman deb qo'rqish ichida yashash unsiz o'lib ketasiz uyingizdagilar o'lib ketadi shundoq bo'lmasa hech bo'lmaganda shunaqa mirodilniki ro'yiga o'xshash so'zlay oladigan bana desem vatandakiler hem bana kop çıkıp özünden ölümü tutup vermemler. Hayatlık en mühim. Hayat kalaylı. Hayat kılıp ananıkin başka kişilerden ümit var. Hem de onun yürekten de muksadı bağlı kokmasa geçiyor. Solayla eksikliğime adımı çapına gezken. Hazır yıldırım koyan bu kişilerden yürek yok. Ama biraz daha onu biraz yapıp onun için yok. Rakamları bu kişilerden. Hem onda belki de kısatını çıkanı sadece kişilerden okula. Mesela şiyatten çok. Hem de özündeki özü aranır. Aylık maaşları yok. Aylık kırıkları özü aşkırını. Mesela aran çıkıp ne oldu iken. Sırtı çıkılan çıkılanlar da lekin Kazaklar yanılmıyor da aşağıda hep kolcu lekin kıl pasportun takip edip de bağlıgan kılçatma var şu Kazaklar. Daha çıkıp başına kaldırıp çekken. Buldu hadi. Lekin menimki Aksuluk'a kaçarmış mı 24 yaşlık ben dönemde 5 yaş çoğun çıktıkken. Şu bana lekin nasıl ben aynı oldum çıkar özel. Şu bir işte öyle çalışıp gözü sığmağanlar ne belki kıskep almayı özden şaklı bilgilerini şunlarla hem de yola badiken de başladım gerçekten karşıda bir elini sorsam ben karım bulmağım madem böyle Muhtem sevada telefon kullanıp ben ilişki bir kadın sarıldı. Gerek kaldı telefon kullanıp. Ama kullanıp noksan bazen yani bir kadın da okutken sarıp diken.
Şöyle kalınca söylediklerimizden gap desem çıkıp sorup başka şey yok ki hepsinden şu. Kolumda bunda çıkıp nasıl böyle gitmedim. Şu gap ben de benim yanında bilip telefon kısa defter şöyle şu. Sıllam emes biz müç buluğa da başı da gap kaldı aşkım. Hem de bir tane için batı çoğu için de maç gittim. Ben şu doğru anlaştık. Aşağıda var şıkılıp emmeden ağızlıklarını yaxşı gördü. Lekin köngülden yaxşı görmeydi o. Köngül tiki bilmez o ağızda bu ay çok odak qoğanları hemmisi. Aşı qoğasılıp tüyüzgen gepler o bu da. Aşağıda defsizlerdi bazıları. Yanlarmış şıkılıp başı o. Kan boyunca başı qoğan ya yaxşı da. Bunda gep mıqımaydı. Başı kalan o işlerin muqadı ve kanun boyunçlarına kısa. Lekin malı naqımaydı mesma. Qamsa mı kaldı deydi, okulsa mı kaldı deydi o işgılar bulu. Atışlan bulu işgılar. Alda çoğanı genç o bulu hemdi. Ben tegiden işgılar başı, tegiden aldamcı bulu. Qaqidun geçki usta. Qaqidun kenen doğru yasap, o buklu. Müşakla kevağın yapıdığı. Eğer bu qaqidun doğru yasmay, öz bir aldığı bir işgılan bostağı bulgan. Yani yüzüldeki ana yapıp gerek günü geçerleydi. Qaqidun doğru jürüp, qaqidun tepkisi jürüp, qaqidun oğula jürüp başında geçirip atqağı bu hemimiz. Adeti onun namazı bu set okumaktadan qağın Qashqar çöpsüzdeki yakılar. Ona yakıp öydüklerden güreşi çemezsizlik yakıptır bana. Ben çemet Qashqar yani saat çıkılan Qashqar çıkılan. Ahırlaştırayık. Oldu aytadan resim oturmaya batmadı. Kendi gaplarını demey, şu ma'niki qandaq qilish to'g'risida, o'zini qandaq qo'g'dash to'g'risida aytgani shu yozma uchullarim qatta o'ziniki degan javoblari. Masalan, men deganigidek shu eng oz degandimi ish bo'lmaganda haftada bir qatim bo'lsinmi chambarakniki o'ziniki rasmlarini almashtirib tursa, anavniki namoyada uning hayot yoki emasligini davomli tekshirib tursam degandek mazmunda navoda bir ishlar yuz berib qolsa qanaqa qiladi degandek shular to'g'risida shu paranglashgan gaplarimiz uniki yo'l ko'rsatib nimalar bo'lsin o'zimizniki bexatarlik hamda muhim deb shundoq VPN adreslerini menga yetib berib o'ziniki telefondagi hamma narsani o'chirib yetib shu telefonni zavoddan chiqqan holatga qaytarib yetib anavnikini sog' salomat Qashqarga ketib oldi. Yo'lda necha qatam poyezddan tushib keldim deb yuribmi o gapni qilg'izolmadim. Poyezddan tushirib qolamadim. Shu ishlarda ishlamchilik qilib yurib bo'lsin, mashina sirtib yurib tursangiz bo'ladi. Uydagilar yana so'rasa, men ozroq pul tepib bilib, anavnikini kessam bo'ldi deb o'sha deb qo'ying deb uni ish qilib yo'ldan to'samadim. Bu bola xuddi menga shu Seyitnovchiniki o'zideklan bilindi. O'ziniki ilm xatini yonchi qilib qo'yib tursaqchining oldiga ketib qolgandek. Soqchi u yerda to'xtamay boy degandagidek o'ziniki ovozi quchurniki bir qism ba'zi yerlarda shundoq bor. Soqchiniki qandoq chaqirib, "Na keldim. Kelgandan keyin telefon qilyapti" deb shundoq so'rgan shu uchurlarni hammasini menga yetkazib turdi. Shundoq bo'ladi. Navoda kerak men bir ish bo'lib qolsa deb o'ziniki shundoq kimlik nomerlarini, rasmlarini yetib bergan. Men anavnikini u yerda shundoq har ehtimol qarshi har xil ishlar yuz berib qolsin, qo'zoqni yaxshi to'xlab, anavnikini soqchilar chaqirgan bo'lsinmi shu yaxshi boshliq dedim-da, endi qanaqa qilaman endi. Uning og'illari falon narsani chiqibdi, soqchixona akat deb chaqirib ketdi, oldirib qo'zoqni tomoq yemay berib, nima qilsa shu beshig'i qartog'ani kirgizib kiygizib
әкеткенлеріне бай авазлық ұчыруда шындақ guvohlik berdi go, şundaq işler yüz bergen eken. Özümniki göz aldımda şundaq tutuklama ketdi dep ağaynlar doğruluk guvohliklarni berdi. Tağısı doğruluk guvohlik berip, onu tağısını bitirmeden vaqti 5 yıl toşup, boy toşup neçe aylar ötüp ketsin koyup bermegen eken, o doğruluk guvohliklarni işlep жүрüp, o tağısı yenip çıktı. Ananikin degende rahmatlarini öz andыңlar. Hada siz aşı uçurlarni yollap bermegen bolsanız, o kan çıkışı mümkün emasdi. Hiç kimimiz erkin kılamaydı dep aşaq degen. Baştan ahir bir kur ansаңlar şundaq şu nurgun paran jarayanda nurgun näsler doğruluk şundaq guvohliklarni bergen. Qısqartıplamaysam YouTube kanalida Mayanka sezish orqali o'ziniki vatan ekanligini aytgan, analikin ündilar orqali aloqalashdik. Nurgun uchurlarni berdi, bay o'zinglar anondak. Shundaq uchurlar. Bu uchurlarniki ba'zida men aytgandim shunda yig'lab ketgandim, rost gapni qilsam o'zimizniki, shu singillarimizniki beshiga kelayotgan kulfatlarni anglab. Endi bu bola ketdi. Yo'q. Uyda 5 ay otasi bilan birga uyda shu ishlardan qaytgandan keyin uyda shu 5 ay vaqtni otasi bilan o'tkazib, men bolalarniki cho'ng edi. Shu tunji farzandi bo'lgandan keyin qanchalik ig'ir kelgandi ularga. Men yana bir ketim demoqchi, shu mayli hayotini qanday oxirlashtirgan bo'lsin. Ashundaq vatandagi zulmlar to'g'risida so'zlab, sirtqi dunyoga anglitib, anandan keyin ketib qolgan. Aramızda shundaq o'ziniki hayotini oxirlashtirganlar kishilarimiz bor. Masalan, shu Rossiyada bir qarindishimiz o'zini binodan sakrab o'lib oldi. Onundan boshqa yerlarda yana o'ziniki hayoti qiymoq bo'libmi, bir hikoyalari bor bo'lgan ishlarni manbak ochiq anglagan. Endi biz bu muajiratda shundaq oilamizdagilar bilan paranglashmay, bir xil ichi buruq turmuqlik ichida shundaq yilqi trauma deymiz. Ya ota-onamiz bilan aloqalashmay, paranglashmay, ish qilib yilqi bir xil psychological tarafdan shu ruhiy jihatdan bakchiq ig'ir zarba yeb ketgandan keyin biz ang bir-birimizga ko'ngil bo'lishga tegishli, mehr muhabbat bag'ishlashga tegishli kishilarmiz. Shunga hammaydan to'g'ridagi bir kimlar bilan paranglashgandan keyin bir ishga qiz parang boshlanmaylam o'zaro urushib ketmay, tushunish, ishonch bilan muomala qilishib, shundaq ig'ir kunlarimizdan qutulaylik. Duo qilaylik. Tugab ketgan kishilarimiz uchun duo qilaylik. Hayot qolgan kishilarimizniki shular uchun, shularni qutuldirish uchun bir ishlarni qilaylik. Bay degandek, Ibrohimjon Qosim oramizdan ketib qoldi. Yoshirin uchur yetkazgan, ochiq oshkora o'tirib chiqqan Murodil Hasan qarindishimiz bor. Shu Murodil Hasan qarindishimizni hayot saqlab qolish uchun, uni qutuldirib chiqish uchun, shu mediada bir besim paydo qilish uchun sizlarniki Save Murodil Hasan degan hashtag yoki bo'lmasa Fearless Uyg'ur degan hashtag ostida bir narsalarni yo'llab turishinglarni tuanchilik bilan so'rayman. Undaq bo'lsa bugungi so'zlaydiganlarim tugdi. Savollaringlar bo'lsa menga qarab boqay. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Asosan shu duo qilgan, ko'ngli yerim bo'lganligini bildirgan qarindoshlarimiz chiqqan. Kim o bir muncha Xitoycha bir gaplarni yozib ketibdi-ku. Qana 5 mola kirib qolgan o'xshamamdi. Bu bolaning o'lib ketganligidan qanday xabar topdingiz? Bu xuddi Abduvali Oyib molimdan tutilib ketganligini qanday bildim degan savol bilan o'xshashli bo'ldi. Hey, o'lib ketibdi, tugab ketibdi, ish qilib shu qanday ekanligini bilgan bo'lsangiz, men o'sha Abduvali molimga o'xshash javob beray. Biroq cho'ng donli qaraq medianiki muxbirlarni menga tanishtiring, men anoniki namsini aniqlab beraman. Bu odam o'lib ketibdi. Bu reallik shu. Sorry. Qaynab qoldim qo'yini. Sizniki shu
Abdulliyev ma'lumniki yozmalarını aşı təfsili yaldırmay oqub beqişingizni tavsiya qilman. Sen qandaq bilding, o'lganini qandaq bilding, kim deb berdi? Undaq gaplarni faqat Uyg'urlar so'raydi ekan. Twitter'ga chiqadim dedim qana 60-70 ming odamning ichidan so'ragan shundaq o'lganligini qandaq bildingiz? deb so'raganim shu Uyg'ur, faqat Uyg'urlar so'radi. Boshqalarning hammasi uning uchun duo qildi. Rest in peace. R.I.P. 3 ig'iz harfni yezib qo'yishning o'zimi bir esdoshlikni bildirish, o'lib ketgan bir qarindishimiz uchun duo qilish deyish ekan. Uni qandaq bilding, uni qandaq bilding desa, siz o'zingizga hech qandaq bilinmagan bilan intayin ahmoqangiz bor. Haqiqatan bilganingiz bo'lsa dedim shu Abdulli ma'lumniki degan javobini men o'xshash javob beray. Biror danliq medialarniki, xabar kanallarnikini man oshkorlamagan rasmlarim bor. Oshkorlamagan shu yozmichi uchurlar bor, o'shani kamsin deb beray. Shu joyda beray shunaqa. Men bu yerda ularni deb nima qilaman? Bu yerda qoldirishga tegishligimiz shu bir o'lib ketgan qarindishimizdagi guvohlik so'zlari. Documentary film qatorida shundan saqlanib qolsin deb o'tirganman chiqardim. Koreyacha gapni Koreyacha boshqa tillarda yozilgan xatlarni odatda Google Translation kirib, anonkin birdan javob qaytarmadi. Bu yerda o'qimagan ekan bo'ldim shunchalik so'zlay. Ko'pchilik xo'shamsam shunchalik shu bir soat atrofida deb press qilib o'zimcha shunaqa so'zlayman degan hozir 1 soat 20 minut bo'libdi. Hammangizlarga omonlik yer bo'lsin. Bir-birimizga mehr-muhabbatlik yaxshi muomala qilib, bir yaxshi paranglashish orqali mana qiyin mezgillarni o'taylik. Hayotimiz behuda o'tib ketmasin. Hozirgi beshimizga kelayotgan bir kulfatlarni bir gap qilib, sirtqi dunyoda, erkin dunyoda bo'lsak, ochiq oshkora holda bir deyalaydigan kishilardan bo'laylik. Vatandagi kishilarimiz hayotidagi xavf uchrashiga qaramay shundoq yoshirin va oshkora holda bir narsani deyotidi. Vatandagi qarindoshlarimga deydiganim ro'yinglardan arziydi, lekin hayot yurmak hammadan muhim. Bexatarligimizga diqqat qilib, eng shundoq aqalliq usullarni qo'llanib turib, anankin davomli qashnoq paketlar bilan sirtqi dunyoga anglatsak bo'ladi. Eng oldingi sharti o'zimiz hayot qolaylik. Murodilla sen #politiga chaqir qilman sizlarni. Save Murodilla sen deb #Twitter'dagi politiga qatnashib qo'yaylik. Bo'ldiңizsa qandaq bildingiz o'lib ketgani degan savolga bergan javobim shunchalik. Ko'pchilikningki vaqti borlari boshdan oxir bir ko'rib gaplarni hammasini anglab qo'ysanglar. Vatandagi kishilarimizdagi ovozni dunyoga anglitishda o'zimizniki bir barmoq asimizni qo'shish kuch chiqarsak demakchi. Qandaq bo'lsa bugungi videom mushagichilik 19 yoshlik marhum İbrahimjon Qosimninki hayot hikoyalarini so'zlagan bo'lay. Kelarki videolarimda o'zimninki hayot hikoyalarim qatorida bir narsalarni so'zlamoqchi. Anandakin bizniki hozirgi qilishga tegishli ishlarimiz deb bir qiladigan ishlarimiz to'g'riliq masalan nima ishlarni qilamiz degan to'g'riliq bir narsani tayyorlab qo'ydim. Amaliy misol, amaliy videolarni qilish orqali sizlarga shu qo'limizdan keladigan biz Uyg'urlar har bir odam qana qilamiz deganni shu to'g'risida o'zinglarga yangi yo'llarni kanallarga kelib qolarmikin degan maqsadda o'zimning o'ylaganlarimni sizlarga sunmoqchi. Boshqa yana yangi planlarim bor. Shunga sizlarniki kanalimga obuna bo'lib, kichik qo'ng'iroqni ichib qo'yishinglarni, har bir qatim ko'rgan vaqtingizda va ko'rish jarayonida barmoq belgisini bosib qo'yishinglarni so'rayman. Hammadan birlikda kurash qilaylik, zich o'yishaylik. Vatandagilarningki ovozi bo'laylik. Xo'shamsamanglar, omon bo'linglar. Oxirlashtirdim.